Shunchalik ham beshafqat bo'lasizmi? Etni tirnoqdan ajratmang. O'zichi shu maslahatlaringizga zo'r bilib sizni kutib o'tirgandimda. Bunaqa berahmlik qilmang. Shu go'dakchalarni o'zim katta qildim-ku. Katta qilgan bo'lsangiz, siz nevaralaringizni katta qilgansizda, hozir olib chiqaman, tinmay meni yamonlab, ularga men yomon ko'rsatasiz, oyijon. Unaqa demang. Men bolalarni, nabiralarimni sog'inib keldim. Bugun bayram, ularga sovg'a olib kelganman. Oyijon, bolalar sizni otasini ko'rmasa yaxshiroq bo'lardi-da. Ularni panyatkasi buzilib ketadi. Yo tavba, biz nabiralarimizga yomonlik tilamaymiz. Hech bo'lmasa, shu podarkasini berib qo'ying. Mani bolalarim bu podarkalaringizga umuman zo'r emas. Bilaman, zo'r emassiz. Eriz shu sovg'alarni olib beraman deb 3 kun uxlamasdan ishladi. Bir kun eshigingiz tagiga ertalabgacha o'tirib chiqdi. Na bolalarni chiqarib ko'rsatgansiz. Hech bo'lmasa, otasini hurmati shu sovg'alarni nabiralarimga berib qo'ying.